erta kech g'ubori yo'q dilimsiz ona. Qiyosingiz topilmaydi hech, eng chiroyli gulimsiz ona. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q, mehringizga davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona deb so'z navbatini onajonimizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonjonlarim, hammangni bugun xonadonimizga xush kelibsizlar. Ming bor tashakkur bizni izzat qilib kelganingiz uchun. Xudolarim, qo'shnilarim, singillarim, aka-ukalarim, hammangizga ming bor rahmat. Bolalarimga baxt saodat tilayman, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Iloyim izzatli, hurmatli bo'lsinlar elimizda, shu elimizni koriga yaraydigan yaxshi insonlar bo'lsin. Bolalarim hammasi qo'shganlar bilan qo'sha qarib, ikki dunyoda aziz va mukarram bo'lsinlar. Hammangni yana bir bor xush kelibsizlar. Oldinglardagi nozik ne'matlarni yeb-ichib, bugungi shodiyona kunimizga biz bilan birgalikda sherik bo'lasizlar degan umiddaman. Hammangni yana bir bor xush kelibsizlar. Rahmat hammangizga. Avvalambor assalomu alaykum. Yaqindan kelgan aziz mehmonlar, opa-singillar, aka-ukalar, onaxonlar. Mana bugun opamni xonadonida yana bir tantana. Ularning sababchilari bo'lmish jiyanim Asadbek va kelinimiz Sevinch xonlarni vaqt va visol oqshomlariga yig'ilgan ekanmiz. Men o'zimga berilgan ozgina fursatdan foydalanib 2 yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Doimo baxtli bo'lishsin. Shu yerda qatnasholmagan oila a'zolarimiz nomidan ham baxt tilayman. Doimo baxtli bo'lishsin. Rahmat, sog' salomat bo'linglar azizlar. Kuyovlar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsinlar. Marhamat onajonlarimizga bersak. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin ilohimgina. Mana shu xonadonda o'nib o'sib ko'payib akamlar bilan akchonlarni yaxshi xizmatlarini qilib, hurmatlarini, izzatlarini qilib mana shu xonadonda yaxshi bo'lishini tilayman. Ilohimgina baxtli bo'lsin. Zamonlarimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, hammani xonadonida mana shundoq to'y tantana bo'lsin. Ilohimgina mana shu eng baxtli, eng yaxshi oilalardan bo'lishini tilayman. Yetib bo'lasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizning farzandlaringizga baxt tilaymiz. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Shu kunishga baxt tilayman. Baxtli bo'lsin. Tillardan taxt emas, oddiygina baxt tilayman. Baxtli bo'lsin. Rahmat azizlar, sog' salomat bo'linglar. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin azizlarimiz. Mana shunday yoshlarimiz eng baxtli insonlar bo'lsinlar. Keling endi azizlar, sizlarning ruxsatingiz ila onajonlarimizni davramizni to'riga taklif qilsak, yoshlarimizni sizlarga atalgan sovg'alari bor ekan. Marhamat, hayot